1 trilyon yildan keyingi olamda qanday o'zgarishlar yuz beradi? İnsaniyat medeniyeti yana davomlashalamdi yo'q? 100 milyon yildan keyin olamning cho'nqir yeridan kelgan kichik sayyora yer shariga so'qiladi hamda yer sharining geologik qurilmasini buzg'unchilik uchratib darajadan tashqari yanardaq portlashini keltirib chiqaradi. Yer postining uzluksiz harakatida yepyangi quruqlik shakllanadi. 1 milliard yildan keyin Quyoshning yo'riqlik darajasi 10% o'rlaydi. Yer yuzi temperaturasi 50 selsiya gradus yetadi. O'simliklarni o'z ichiga olgan ko'plagan hayotliklar orqa-orqadan halok bo'ladi. Dengiz okeanlar asta-asta parg'aylanadi. Atmosfera suv hurug'i to'ladi va kuchli parnik effekt hosil qiladi. Shuningdan boshlab yer shari yana yashashga mos keladigan bir planet bo'lmay qoladi. 3 milliard 800 million yildan keyin Samanyol sistemasi bilan Sumbula yulduz turkumi o'zaro so'qiladi va yangi bir ellipssimon yulduz sistemi shakllanadi. Hozir u Samanyol sistemasiga taxminan 2 million 500 ming yo'riqlik yili yiroqlikda bo'lib, sekundiga 300 kilometrlik soatlik sur'atda bizga yaqinlashyapti. 5 milliard yildan keyin Quyosh uning umrining qirilib bosqichiga qadam qo'ydi. Uning hajmi shiddat bilan bugungidan 200 cho'ng'aydi. Quyosh sistemasidagi barliq planet va hamroh yulduzlar Quyosh tarafidan asta-asta yutib olinadi. 12 milliard yildan keyin Quyosh sistemasida g'oyat zo'r o'zgarish yuz berdi. Ilgari 8 cho'ng planet allaqachon yo'q bo'ladi. Quyosh bo'lsa, eng oxirgi qoldiq nurini tarqatadigan bir dona o'chgan yulduzga aylanadi. Vaqtning eqishiga ergashib, u sovuq olamda asta-asta yo'q bo'ladi. Olam kengayishining ta'siriga uchraganlikdan Laniakaya odatdan tashqari yulduzlar sistemasi to'pi bora-bora ajrashga boshlaydi. Bu yulduz sistemasi to'pining diametri 2 milliard yo'riqlik yilga yetadigan bo'lib, necha yuz kichik tipdagi yulduz to'pi va yulduzlar sistemasi to'pidan tashkil topgan. Lekin qorong'u energiyaning ta'sirida bu ishlarning yuz berishi intayin osti bo'ladi. 1 trilyon yildan keyin Samanyol sistemasini o'z ichiga olgan, hozir mavjud bo'lgan barliq yulduz sistemasi orqa-orqadan halokatga yuzlanadi. Olamda uzluksiz holda ojiz yo'riqlik dog'lari chaqnaydi. Bu bo'lsa o'chgan yulduz tarqatgan eng oxirgi yo'riqlik. Lekin talaksiz bo'lgani bu turkum yulduzlar halok bo'lgandan keyin olamda yana yangi turg'un yulduz shakllantiradigan gaz bulti mavjud bo'lmasligi mumkin. 2 trilyon yildan keyin qorong'u energiyaning ta'sirida olamning kengayish sur'ati barg'ancha tezlashadi. Bu vaqtda olamning cho'ng kichikligi insonlar o'lchashga amalsiz darajaga yetadi. Turg'un yulduzning uzluksiz halok bo'lishi sababidan ularning energiyasiga tayanib yashaydigan nurg'un yuqori darajalik madaniyatlarmi orqa-orqadan yo'qolishga boshlaydi. 20 trilyon yildan keyin hatto Samanyol sistemasidagi hayotlik davri eng uzun turg'un yulduzmi o'limga yuzlanishdan qutulolmaydi. Butun olamda o'chgan yulduz qoldiqi va qora o'nkurdan boshqa yana hech narsa qolmaydi. 100 trilyon yildan keyin qora o'nkur eng oxirgi bir turg'un yulduzning qoldiqini yutib o'tgandan keyin olam bir parcha qorong'ulik aylandi. Hech qanday yo'riqlik mavjud bo'lmaydi. Shuning bilan olamning tunji davri turg'un yulduzlar erasimi oxirlashadi. Angliyalik davlat fizik olimi Hawking qora o'nkur mangu mavjud bo'la olmaydi, balki u bir xil Hawking radiatsiyasi nomli alohida radiatsiya effekti ishlab chiqaradi deb qaraydi. Bu xil radiatsiya bir qism qora o'nkurning massasini qo'ritib, qora o'nkurning asta-asta parg'aylanishini keltirib chiqaradi. Taxminan 10 darajasi yildan keyin olamdagi barliq qora o'nkurlarmi butunlay yo'q bo'ladi. Eng oxirida olam butunlay bir quruq puchakka aylanadi. Qolib qolgani faqat mavjud bo'shliqdagi energiya. Barliq narsalar o'xshash temperaturaga yetadi. Olamga munosabatli hikoyami shuning bilan oyoqlashadi. Biz doim olamning oxirlashi bizdan intayin yiroq deb o'ylaymiz, lekin amaliyotda insonlar allaqachon ko'zish orqali bayqadiki, har qanday narsaning oprayda bo'ladigan va halok bo'ladigan jarayoni bo'ladi. Fan texnik taraqqiy qilmagan qadimda kishilar hamon kun, oy, yulduzlar mangulik deb o'ylaydi. Lekin biz hozir bildikki, olamdagi barliq narsa oxirida halokatga yuzlanadi. Bularning hammasi faqatla vaqt masalasi xolos. Biz tanlashga amalsiz, o'xshashla o'zgartirishga amalsiz. Hammamiz eng oxirida yana olamdan o'tamiz. Ilgirkilarga o'xshash, biz azaldan mavjud bo'lib boqmagan kabi.